Mana do'stlarim, men istagan olmam bitdi. Olmachalarim rosa chiroyli chiqdi. Judayam chiroyli chiqdi. Katta kichik qilib, chiroyli qilib yasadim. Judayam chiroyli, judayam go'zal chiqdi. Buni oshxonalarimizga, ovqatlanadigan oshxonalarimizga, xolodilnikka oldiga ilsa, mana judayam chiroyli chiqdi. Do'stlarim, chiroyli chiqdimi? Sizlar bilan bo'lishay dedim. Men ko'p narsalarni yasaganni yaxshi ko'raman. Menga telefon qilinglar, nimadir narsani o'rganish kerak bo'lsa, albatta o'rgataman. Men mana shunaqa narsalarni ko'rpa-tushak tikkanni judayam yaxshi ko'raman.